Assalomu alaykum. Bizda Gentra avtomashinasi. Bu mashinamizda bo'lib turgan muammo dur tutibdi ekan. Shuni hozir biz o'tamiz. Birinchi dur tutishning sababi skorost almasazakda dur tutadi mashina. Siltaydi. Svichani ko'rib turibsizlar, svicha zazori osilib ketgan, ham desam qaragan svicha. Уже bu chaqib bir minut turibdi. Родной 60 ming yurgan. 0231 yana. Asosiy sababi svichadan bo'lib chiqadi. Keyin nerani qarash kerak? Ko'rib turganlarni qarab ketgan svicha. Keyingi navbatda turtishning sababi programmadan ham kelib chiqadi. Gazda dursa, hozir bu benzinda turibdi. Bu benzin mashinamiz, gazi yo'q. Shuning uchun biz svichani ko'ramiz birinchi navbatda. Masalan, zaslongan ko'rib tursalar, zaslonga qarab ketgan ishlari. Hozir ishlarni yuvib, qarabda o'zimizning maxsus suyuqlikimiz bor, yana yuvadigan qarib qilib ishlatamiz. Eng zo'ri hozir shunday yuvamiz, top-toza joyiga qo'yamiz. Svichalarni tozalaymiz, svichalarni toza svicha qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keng kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi safar shunday qiziqarli videolarni qo'yib boramiz. Ham desam o'zingizni mashinangizni o'zingiz tushunadigan bo'lasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.